Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Dam olish kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi qahramonimiz sabr, matonat, jasorat timsoli bo'lgan kamonchi yigit. Bugungi qahramonimiz para kamondan otish sporti turi bo'yicha xalqaro toifadagi sportchi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Ubaydullo Imomqulov bo'ladi. Bir vaqtlar yo'qotish bo'lgan joydan u yangi hayot boshladi va o'ziga ishondi, maqsad qo'ydi va bu maqsadlariga erishdi. Ana shunday inson bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni. Bugun biz Ubaydulloni dam olish kuniga qaramasdan xonadonidan topa olmadik va mashq maydonchasiga keldik. Haqiqiy sportchi dam olish kunida ham mashqlarini to'xtatmaydi. Assalomu alaykum Ubaydullo. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalambor bizni ko'rsatuvimizga vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Ko'rib turibmiz, dam olish kunida ham mashqlarni to'xtatmagansiz. O'zi umuman dam ham olasizmi? Dam olish kuningiz ham bormi? Sport faqat bu shug'ullanish emas, bu sportdan mashg'ulotlardan inson zavqlansa, bu dam olishni o'zi har kuningiz dam olishdek, har kuningiz mehnatda o'taveradi. Bu muhimi sportdan zavq olishingizda. Demak, siz sport bilan shug'ullanib ham, mashq qilib ham dam olasiz. Albatta, albatta. Sizdek jasoratli, sizdek matonatli insonlarni qancha ko'p bo'lgani shuncha yaxshi. Endi Ubaydullo, kamon otishga qiziqish qachon paydo bo'lgan? Kamon otishdan oldin qanaqadir sport turi bilan ham shug'ullanganmisiz? Bu qachon boshlangan? Kamondan otish sport turi ikki yo'nalishda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek klassik va kampombo yo'nalishlari bo'ladi. Bu sportni 2020-yilda birinchi marta Olimpiya va Paralimpiya sportchilari o'rtasida birinchi marta O'zbekistonga olib keldim. Sport vazirligining tashabbusi bilan, yordami bilan, Paralimpiya qo'mitasining yordami bilan. Ungacha esa men yengil atletika sport turi bilan muntazam shug'ullanganman. O'zbekiston terma jamoa a'zosi bo'lganman. Aynan 2010-yilda bo'lgan Osiyo o'yinlarida Xitoyning Guanzhou shahrida qatnashib, aynan nogironligi bor insonlarni ko'rib qolganman. Ular kamon otayotganligini borib qaraganimda aynan kampombo yo'nalishida qatnashadigan sportchilar ko'rdim. Arivada yoki ma'lum bir tayanch a'zosi nuqsoni bor sportchilar kamondan shug'ullanayotgan ekan. Demak, menda ham imkoniyat bor, bu sportni olib kira oldim. Hozirgi kunda aynan kamondan sport turida, kampombo va klassik sport turida tatbiq qildik. O'zbekistonga 100 ga yaqin nogironligi bor sportchilar ham turli hududlarda mashg'ulotlar olib bormoqda. Demak, sizda o'sha payt maqsad paydo bo'ldi va bu maqsadingizga bugun erishib turibsiz. Albatta, albatta erishdik. 4 yil mehnat ketdi, 4 yil mobaynida xalqaro musobaqalar o'rgandik, xalqaro
miqyosidagi sportchilar bilan bog'landik. Aynan chunki yo'q narsadan bor hosil qilish ozgina qiyin bo'ldi. 4 yil mobaynida mehnat qilib, aynan 2020-yilda bu sportni O'zbekistonga olib keldik. Kelajakda Olimpiya o'yinlari va Paralimpiya o'yinlarida xalqaro miqyoslarda yanada muvaffaqiyatli ishtirok etish. Biron marta yo'q, bu sen uchun emas, bu sen uchun og'irlik qiladi deb o'zingizga aytgan paytingiz yoki kimdir bu siz uchun emas yoki sen uchun emas bu deb kattalar yoki do'stlaringiz shunaqa gaplar bo'lganmi? Ha, bo'lgan, bir necha barobar bo'lgan. Sen yengil atletika sportchisan, sen trenerlik qobiliyatingga ega, sen o'sha tajribangni sportchilarda, yosh avlodga o'rgatgin degan maslahatlar bo'lgan. Men ichimdan kuch topa olganman. Men hali kuchim bor, g'ayratim bor, imkoniyatim bor. Men demak sportchilik faoliyatida bir maqsadga erishish imkoniyatim bor deb aynan shu komandan sport turini tanlaganman. Qisman tarzda bu muvaffaqiyatga erishganman. Hali maqsadlarim juda oldinda, xalqaro miqyoslarda g'alaba qilish, olimpiada musobaqalarida ishtirok etish maqsadim. Yuragingizda shunaqa bir kuchli bir nimadir borki, bu kuchni siz kimdan yoki nimadan olasiz? Har bitta insonni o'zining kumiri bo'ladi, maqsadi bo'ladi, havas qilgan insoni bo'ladi. Ushbu inson meni rahmatli bobom. Mannon Geray bobo deyiladi. Meni orzuyim yoshligimdan o'sha bobomga o'xshash har doim orzu qilganman. Har bir inson ajdodlarga munosib avlod bo'la olishi kerak. Vaqti kelib, sizni farzandlaringiz, qizlaringiz, o'g'illiklaringiz, avlodingiz sizdan faxrlanadigan odam bo'la olishga deb ko'nglimga tukkanman, men harakat qilaman. Nafaqat farzandlarim, kerak bo'lsa qarindoshlarim, tanishlarim, barchasi mendan faxrlansin. Demak, sizni ruhlantirgan inson bu sizning bobongiz bo'ladi. Musobaqalarga chiqish, xalqaro arenalarda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish, bu qanday tuyg'u? Siz buni so'z bilan tushuntirib bera olasizmi? Albatta, xalqaro musobaqaga chiqish uchun so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi va his qilish kerak. Musobaqaga chiqdingizmi, startda turibsizmi, bu yerda o'zingiz uchun turganingiz yo'q. Ortingizda xalqingiz turibdi, orqangizda prezidentingiz turibdi, orqangizda farzandlaringiz, oilangiz turibdi. Demak, siz juda katta kuch bilan ular uchun ham harakat qilishingiz kerak, ular uchun ham muvaffaqiyatga erishishingiz kerak. Demak, bu barcha shijoat, birlik harakat qilib bu maqsadlar intiladi. Qo'lingizga kamonni oldingiz, o'q uzishdan oldin sizni ilhomlantiradigan qandaydir so'z bormi yoki qandaydir ichingizda aytadigan bir o'zingizga bo'lgan gaplaringiz bormi? O'q uzishimdan oldin har doim har bitta o'qimda sen nimani xohlading, buni imkonini amalga oshira olasan deb xayol qilaman, o'zimda o'tkazaman. Sen xohladingmi, butun kurrai zamin buni xohlayotganligini sezaman. Shu sababli har bir o'qimda o'zimga ichimda his qilamanki, astoydil nimani istasang, bu ijobat bo'ladi. Demak, harakat qilsang, bu maqsadga erisha olasan deb bilaman. Buni biz sehrli so'zlar desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Balkim shunaqa deyishi ham mumkin, lekin har bitta sportchini o'ziga xos motivatsiyasi bilan, o'ziga xos sportga qarashlari bilan. Aynan men o'sha joyda chin dildan xohishga, imkoniyatga qarayman va ishonch, eng maqsad ishonch. Hayotingizda bir katta burilish bo'lgan. Avvalambor bu savol uchun uzr so'rayman. O'sha og'ir kunni eslash siz uchun og'ir, to'g'rimi? Hayotimda eng ko'p beriladigan savol ham bu. Men bu narsadan xafa bo'lishga, hayratlanadigan jihatim yo'q. Boricha qabul qilsin, boricha javob beraman. Demak, 2005-yilda bahs tasodif bilan o'ng qo'limdan ayrilib qoldim. O'sha holat bilasizmi qanaqa bo'ldi? Har bir inson tush ko'radi, yomon tush ko'radi-da. Shu payt uyg'onib ketadi, to'satdan uyg'onib, bu tushim ekan degan narsa bo'ladi. O'sha holatda menda kasalxonaga ketyapman, men tushim, hozir uyg'onib ketaman degan narsa menda bo'lgan. Eslashdan qo'rqmayman. Men o'sha kun menga yangi Ubaydillani paydo qildi. Kuchli, matonatli, sabrli inson, ya'ni Ubaydillani kashf qildi. Ko'pchilik bunday holatlarda taslim bo'lishadi yoki tushkunlikka tushishadi. Sizni tushkunlikka tushmasdan, aksincha hayotga boshqacha ko'z bilan qarashga nimadir sabab bo'ldimi yoki bu o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki sizni ichingizda uxlab yotgan nimadir uyg'onib ketdimi? Har kun tong otganida bu men o'ylaymanki katta imkoniyat, bitta imkoniyat, Alloh tomonidan beriladigan bir imkoniyat deb bilaman. Demak, men harakat qilishim kerak, men o'z ustimda ishlashim kerak.
menga insonlar jismoniy imkoniyati cheklangan inson sifatida qarashli emas, balki kuchli inson, irodali, kuchli inson sifatida qarab, ular mendan nimadir o'rnak olsa, men shundan katta xursand bo'laman. Nogironligi bor insonlarda ko'p insonlar ongida kuchsiz inson gavdalanadi. Yo'q, meni ko'chada ko'rsa kimdir nogironligi bu jismoniy imkoniyati cheklangan inson deb bilishi mumkin, lekin maydonga chiqsa, stadionga kelganda, lekin boshqa Ubaydillarni ko'radi. U yerda zavqlanayotgan, u yerda sportga tashna sportchini ko'radi, u yerda kuchli, matonatli insonni ko'radi. Men u yerdan shu insonlarni xotirasida har doim eng kuchli inson deb gavdalanishni xohlayman. Men shu bilan birgalikda men kabi imkoniyati cheklangan shaxslarni kuchli tarafini ochishga harakat qilaman. Kamondan o'q otish bir san'atga o'xshaydi. Juda bir go'zal sport turi bo'lib ko'rinadi menga. Sizgachi falsafadek tuyuladimi, san'atga o'xshaganmi? Siz qanday qaraysiz? Bu sport turiga faqat sport deb qarayman avvalo, lekin bu sport biz qon-qonimizga singib ketgan sport. Yoshligimizda daraxtlardan kamon otmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Bu sport zavqliligi shunda. Bizda bu sport bizning ota-bobolarimizdan qolib ketgan sport. Bizga chetdan kirib kelgani yo'q. Hokkey emas yoki boshqa sport turi emaski, chetdan kirgan. Bu qon-qonimizga singib ketganmiz. Biz shunaqa avlod vakillarimizki, ajdodlarimiz shunaqa kuchli odamlarki, buyuk Temuriylar saltanatida ham kamonchilar o'rni bo'lgan, alpomishlarimizni aytishimiz mumkin, to'marislarni aytishimiz mumkin. Aynan kamonni, ularning nishonini ola olishi qadimiy asarlarda keltirib o'tilgan. Demak, biz buyuk ajdodlar avlodlarimiz. Nishonni qoq markaziga urgan vaqtingiz sizda qanday tuyg'u paydo bo'ladi? Tavakkal qildim va maqsadimga erishdim. Demak, javobni qanaqa bera olaman bilmadim, lekin aynan nishonni markazini ko'zladingizmi, siz u yerdagi maqsadlaringizga bir qismiga erishgan inson sifatida tasavvur qilasiz. Demak, harakat qilsangiz maqsadga erisha olishingizni o'sha daqiqalar sizga kifoya qiladi. Ubaydullo, mana juda ham ko'p musobaqalarda qatnashgansiz, qatnashib kelyapsiz. Musobaqalarda sizning asosiy raqibingiz raqib sportchimi yoki o'zingizmisiz? Sportchi nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, sportchi avvalo o'zini yenga olganda raqib bilan bellasha oladi, raqibdan ustun kela oladi. Demak, eng katta raqibi uni o'zi. Aynan o'zini jismonan, ruhan yengib o'ta oladigan sportchigina muvaffaqiyatga erishadi. Aynan men ham sport sifatida o'zimni yenga olsam, muvaffaqiyatga erisha olaman. Agar boshqa sport o'zini yengilib, o'zidan kuchli bo'ladigan bo'lsa, meni yengib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men avvalo o'zimdan harakat qilishim kerak, o'zimni yengishimga. Mashqlar natijasida ham mohir kamonchi bo'lsa bo'ladimi yoki iste'dod bo'lishi kerakmi? Aynan kamondan sport turida mashqlar natijasida iste'dod kelib chiqadi. Mashq qilmasdan turib iste'dod tug'ilmaydi. Aynan mashqlar jarayonida iste'dod o'z-o'zidan tug'iladi. Kamondan sport turida o'zi faqatgina jismoniy kuchingiz kifoya qilmaydi. Aynan jismoniy kuch bilan birgalikda ruhan sizni mukammal bo'lishingiz, psixologik jihatdan kuchli bo'lishingiz aynan kamondan sport turida muvaffaqiyatga erishishga zamin yaratadi. Kamondan sport turida o'zi sog'lom sportchilar, ya'ni olimpiya sportchilari va paralimpiya sportchilar bir vaqtda bir xil masofada mashg'ulotlar olib boradi. Menda ham shunaqa imkoniyat borki, aynan kamondan sport turida xalqaro musobaqalar, O'zbekiston chempionatida sog'lom insonlar bilan ham bellasha olishim kerak. Avvalo o'sha yerda bellashuvda ham o'zimni agar yenga olsam, raqib yana u sog'lom bo'ladimi yoki paralimpiya sportchi bo'ladimi, ular bilan bellasha olaman. Bu muvaffaqiyatga qaysidir joyda qisman darajada erishib kelyapman, bosqichma-bosqich. Masalan, bu yil avgust oyida, 2025-yil avgust oyida bo'lib o'tgan Gruziyaning Batumi shahrida xalqaro musobaqa qatnashdim. Endi mamlakatlar o'rtasida qatnashgan bo'lsam, u yerda faxrli birinchi o'rinni oldim. Bu so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan jarayon. U yerda o'sha taqdirlash marosimiga chiqsangiz, hayotingizda umringizga alishadigan daqiqalar bo'ladi. O'sha joylarda O'zbekiston madhiyasi yangrayapti. Siz uchun o'zingiz ortingizda xalqingiz sizni kuzatmoqda, farzandlaringiz sizni kuzatmoqda. Bu so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan jarayon deb bilaman. Guvohi bo'ldik, kamonlar har xil bo'lar ekan. Bu haqda men bilmasdim. Yengil, og'ir, o'sha odamning jussasiga qarab, kuchiga qarab har xil kamonlar bo'lar ekan.
Demak, boya aytganingizdek, mashqlar natijasida har qanday inson ham mohir kamonchi bo'lsa bo'ladi. Demak, men ham kamonchi bo'la olaman. Albatta, bu insonni boshqa sportdan, kamonda sportdan farqli jihati bilasizmi bir nima? Inson yosh chegaralanmagan. Sidneyda Olimpiadada chempioni 63 yoshli inson Olimpiada chempioni bo'lgan. Bu ham 63 yoshli. O'ylab ko'ring, 63 yoshli. Siz demak, sizda ham imkoniyat bor. Mana vohamizda, Qashqadaryoda, Qarshi shahrida joylashgan Olimpiya zaxiralari kolleji, yana Olimpiya va Paralimpiya tayyorlash markazida sportchilar shug'ullanishmoqda. Olimpiya va Paralimpiya sportchilar kelib shug'ullanishi mumkin. Davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlarga qarang, bu yerga kelib trenirovka qilish, mashg'ulotlar olib borish, tekin kelib bemalol shug'ullanishlari mumkin. 100 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgani ma'qul deydi. Sizni ham aynan kamon sportini bir taklif qilamiz. O'zingizni mahoratingizni sinab ko'rish imkoniyati bor. Aynan shu taklifni kutayotgandim. Juda go'zal sport turi ekan. Men juda ham qiziqib qoldim. Albatta kamon otish bilan shug'ullanaman. Ubaydullo, xabarimiz bor, siz juda ham ko'p yoshlarga yordam berib kelyapsiz. Mashaqqatli, matonat, mas'uliyati cheklangan jamiyatingiz bor ekan. Shu haqida gapirib bersangiz. Sport bilan bir vaqtda men mashaqqatli, matonat, mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori va ta'sischiman. Respublikamizda davlatimiz tomonidan yaratilib berilgan, nafaqat sportda yaratilib berilgan, barcha sohalarda ham imkoniyatlar yaratib bermoqda. Aynan tadbirkorlik faoliyatimni ushbu tashkilotimda davom ettirmoqdaman. Chiroqchi tumanida faoliyat yuritib 5 nafar nogironligi bor insonlarni ish bilan ta'minlab kelmoqdaman. Ushbu hududda, bizni hududimizda kamondan o'qot sport turi klubi tashkil qilish, undan tashqari aynan nogironligi bor bu shaxslarni hunarmandchilik asosida shakllanadigan bir tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish eng katta maqsadlarimdan biri. Siz uchun hayotdagi eng katta sovg'a? Farzandlarimning kulib qarashi, kulib yurishi, ularni men bilan faxrlanishi esa ikki hissa men uchun bir yutuq. Ular tomonidan menga berilgan eng katta medal. Ubaydullo, bugun tomoshabinlar sizdan nimani eslab qolishini istaysiz? Hech narsa tugamaganligini eslab qolishni xohlayman. Sizda jismoniy, moddiy, ijtimoiy kamchiliklar bordir. Demak, bundan-da yomon bo'lishi mumkin edi-yu. Demak, sizda imkoniyat bor. Shu holatingizga bir harakat qilib ko'ring. Bo'lmasa yana bir harakat qilib ko'ring. Demak, maqsadga erishish uchun hech qachon to'xtab qolmang. Birgina misol, meni nuqtai nazarimdan oladigan bo'lsangiz, meni eslab qoladigan bo'lsangiz, men ham shu yo'ldaman. Menga imkoniyat berilyapti. Har tong uyg'onaman, bitta imkoniyatim bor. Men harakat qilaman. Orzu sari olg'a. Mana shu savolni ko'pincha qahramonlarimga berib kelaman, sizga ham bermoqchiman. Ubaydullo, agar sizning hayotingizni bir film deb tasavvur qilsak, filmning nomi nima bo'lardi? Filmning nomi balkim Bir qo'l ming orzu bo'lar. Ko'rinib turibdiki, siz nafaqat sportchi, balki romantik inson ekansiz. Inson o'zi bor narsani boricha qabul qilish kerak, bor imkoniyatdan maksimal darajada foydalanish kerak deyman. Har birimizga bir narsa berilgan. Eng bebaho ne'mat bu sog'liq berilgan. Sog'lig'ingizni qadrlang insonlar. Bor sog'lig'ingizdan foydalaning. O'zingiz uchun, oilangiz uchun qadrlab, ular uchun foydalaning. Yoshlarga, bo'lg'usi sportchilarga umuman olganda hozirgi zamonamizni, hozirgi yoshlariga, odamlariga bo'lgan dilingizdagi gaplaringizni aytishingiz mumkin. Har tong uyg'ondingiz, sizga imkoniyat berildi. Sabr bilan maqsadga harakat qiling. Bu sizga bu katta imkoniyat.
agar hayotingizda nimanidir o'zgartirish imkoniyati tug'ilsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Bu hayot menga sabrni, matonatni, kuchni berdi. Jasorat bu faqatgina jangda qilich ko'tarish emas, hayot sinovlariga qarshi borib, matonat bilan turib berish, hayotning ko'zlariga tik qarash demakdir. Bugun inson jasorati haqida so'z borayapti. Suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ubaydullo, siz uchun blitz savollari tayyorlab kelganman. Blitz savollarimizga qisqa va tez, lekin yurakdan javob berish kerak. Tayyormisiz? Nishonmi yoki yurak? Yurak. Kuch qayerda? Qo'ldami, yurakdami yoki irodadami? Kuchli iroda bu yurakni hosil qiladi, demak yurakda. Hayot sizga eng katta saboq sifatida nimani o'rgatdi? Eng katta saboq sifatida menga sabrni o'rgatdi. O'q otish siz uchun sportmi yoki hayotmi? Bu sport. Sport. Eng katta orzuyingiz? Eng katta orzularning bittasi deb aytishimiz mumkin. Xalqaro o'yinlarda Olimpiada chempionligiga qo'lga kiritish. Hayotdagi nishoningiz nima? Hayotdagi nishonim yaxshi inson bo'lish. Va eng oxirgisi Ubaydullo, armoningiz bormi? Yo'q degan javobni eshitishni xohlagan bo'lardim. Albatta armonim bu rahmatli onamni bizning mehnatlarimizning mevasini ko'ra olmaganligi. Bu eng katta armonimiz. Biz onam uchun xizmat qila olmaganimiz, onam biz yoshligimizda onam vafot etganlar. Hech qachon o'ksinmang. Shuning uchun har doim aytaman, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar onangizni qadriga yeting, onangizni e'zozlang. Ubaydullo, bugun siz bilan suhbat shunchaki oddiy suhbat bo'lmadi. Bu biz uchun iroda darsi bo'ldi. Sizga ulkan tashakkurlar. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Siz irodasi cheksiz, O'zbekiston faxri bo'lgan jasoratli bir insonsiz. Sizga buyuk g'alabalar tilaymiz. Bundan keyin doim yuksak marralarga, yuksak g'alabalarga erishing. Har bir otgan o'qingizda xalqingizni duosi bo'lsin. Doim nishoningiz aniq bo'lsin. Albatta sizga ham rahmat, teletomoshabinlarga ham rahmat. Barcha bizni qo'llab-quvvatlaydigan xalqimizga, Paralimpiya jamoasi nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha muvaffaqiyatlar xalqaro musobaqalarda, mahalliy musobaqalarda sizning duoyingiz yotibdi. Biz xalqimiz saxovatli, duogo'y xalq. Sizning duolaringiz aynan sportchilarni, aynan paralimpiya sportchilarini g'alabalar sari undaydi, maqsadlar sari undaydi, g'alabalarga intiltiradi va buni xalqaro arenalarda ham ko'rib turibmiz. Biz to'xtab qolmaymiz. Paralimpiya sportchilari sizning orangizdan chiqqan insonlar. Barchasi sizning farzandlaringiz. Siz duoda bo'ling, biz duoda bo'laylik. Barchamiz bir xalqmiz. Har bir insonning hayotida bir yo'qotish bo'ladi, lekin har bir yurakda bir g'alaba yashaydi. Ubaydullo Imomqulov bizga shuni ko'rsatdi. Ba'zida nimanidir yo'qotasiz, lekin minglab yuraklarni yutib olasiz. Biz bugun shunga amin bo'ldikki, imkoniyat cheklangan bo'lishi mumkin, lekin irodangiz hech qachon cheklanmaydi. Ubaydullo Imomqulov ana shunday irodasi buyuk inson. Yana mehmondamiz ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hayotingizda nishon doim aniq bo'lsin, yuragingiz esa to'g'ri bo'lsin.